Minecraftning yaratuvchisi Notch hozir qayerda? Bu savolni men o'zimga juda ham ko'p berganman va nihoyat men bu haqida video qilishga qaror qildim. Keling u haqida qisqacha gapirib o'tsam. Uning asl ismi Markus, to'liq ismi esa ekraningizda ko'rinib turibdi. Markus 1979-yil 1-iyun kuni Shvetsiyada tug'ilgan. U 2009-yilda Minecraftning birinchi beta versiyasini chiqargan va keyin 2011-yilda Minecraftning Bruno release versiyasini yaratgan. Bundan ozgina o'tgach 2014-yil u Minecraftni Mojang studiyasiga $2,5 milliard ga sotadi. Markus o'zining intervyularidan birida menga hozir ozgina dam kerak, keyin yangi o'yin chiqarish haqida o'ylab ko'raman deb aytgan. Siz nima deb o'ylaysiz? 2035-yilgacha biz Minecraft 2 ni ko'ramizmi? Ha, yana bir gap, agar video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.